007. Ikkita 0 agentning o'ldirish uchun litsenziyasi borligini anglatadi. Ya'ni Britaniya razvedkasi unga kerak bo'lsa odamlarni o'ldirish huquqini ham bergan. Aslida hech bir razvedka agentligi josusga chet el hududida odam o'ldirishga rasmiy ruxsat bermaydi. Chunki bunday hujjat haqida bilib qolishlarining o'zi xalqaro janjalga sabab bo'ladi. Biroq masalan, Markaziy razvedka boshqarmasi xorijda yashirin operatsiyalar o'tkazishga qonuniy huquqqa ega, shu jumladan AQSh milliy xavfsizlikka tahdid solayotganlarni yo'q qilishga ham. Pokistonda Usama bin Ladenning qarorgohi topilgach, uni yo'q qilish uchun dengiz piyodalari yuborilgan, ammo butun jarayon uchun milliy razvedkachilar mas'ul bo'lishgan va hammasini boshqarishdi. Faqat ular Amerika qonunlariga ko'ra urush e'lon qilmasdan chet elda o'ldirish huquqiga ega. Butun dunyoda yagona qoida mavjud. Xorijiy davlat hududidagi har qanday qotillik jinoyat hisoblanadi va uning qonunlariga muvofiq sud qilinadi. Hatto eng dahshatli yovuz odam o'ldirilgan bo'lsa ham. Agar qotil chet elda qo'lga olinsa, u hibsga olinadi va uning mahalliy razvedkasi ortiq unga yordam bera olmaydi. Ammo agar u o'z vataniga qaytishga muvaffaq bo'lsa, unda har qanday ta'qiblardan xalos bo'ladi. Va hatto fidokorona mehnat uchun mukofotlanish ham mumkin.